Azizlar, endi mana shu dorilangan piyongullarimizni, ko'chatlarimizni olamiz. Ko'rib chiqamiz endi. Mana shu bo'lishimiz kerak bularni. Bo'lishdan oldin bir narsani aytib o'tib ketamiz. Mana oddiy apilka bilan suv aralashtiramizda. Ozgina margansovkali suv ham qo'shib yuborsak bo'ladi bunga. Mana shu margansovkali suvdan ozgina qo'shib, oddiy suv bilan mana shunaqa mayda apilkani mana shunaqa holatda tayyorlab olishimiz kerak. Keyin alohida mana shunaqa yashikka qo'yib olishimiz kerak. Tiyiga ozgina mana shunaqa apilkadan sug'oramiz. Piyongullarimizni 2 kunga qadar saqlashimiz uchun. Mana azizlar. Mana azizlar, suvdan olingan piyongullarimizni endi ko'ramiz. Mana hozir bo'lish jarayoni. Mana bu yerda 4 ta, 5 ta, 6 ta ko'z turibdi. Mana 1 2 3 4 5 6 7 ta ham. Mana bu yoqda ham mana shunaqa ko'z turibdi mana. Bu yerda ham 4 tadan oshiq. Mana ildizchalari mana shunaqa nima bo'ladi? Keyin shunga qarab turib bo'lishimiz kerak mana. Sekin astalik bilan bo'lamiz. Mana. Azizlar, mana shunaqa tartibda bo'linadi. Piyongul ko'chatlari mana. Bu yerda ildizlari qoldi mana, normal holatda. Bu yerda ham ildizlari qoldi mana. Kurtaklari baqvat. Mana shunaqa tartibda. Keyin buni yana margansovkali suvga solishimiz kerak edi. Solib olsak bo'ldi. Keyin buni yashikchalarga zarar yetmaydigan qilib sekin taxlaymiz buni. Endi azizlar, bo'layotganda yana bitta narsaga e'tibor berishimiz kerak. Mana shunaqa tayyor o'zi kamroq kurtakli nimalari bo'lmaymiz. Mana bular o'zi shundoq qoladi. Endi orada mana shunaqa bo'linmaydigan, bo'lsa kam bo'lib qoladigan piyongullarimiz bor. Ularni bo'lmay qo'ya qolamiz. Chunki hozir buni bo'ladigan bo'lsak, mana shu piyongulimizga ko'p zarar yetib qoladi mana. Bu hozir bo'lish iloji yo'q mana. Buni bo'ladigan bo'lsak, kichkina bo'lib ildizlari nima deymiz? Juda ham nozik bo'lib qoladi. Shuning uchun buni o'zini alohida qoldiramiz. Mana endi bunisi bo'linsa bo'ladi mana. O'zi alohida bo'lishga moyil bo'lib turibdi bu. Mana. Azizlar, mana chiroyli. Ko'p bo'lib tashlashimiz kerak emas. Ko'p bo'ladigan bo'lsa, zarar yetadigan bo'lsa, piyongul ko'chatlari 2-3 yilgacha, 4 yilgacha ochilmasligi mumkin. Bir tomonga qaratib, asta-sekin. Mana undan keyin mana shu namlangan apilka bilan ustiga solib qo'yamiz mana. Apilka mana shunaqa endi yashigimiz to'lguncha nima bo'ladi? To'lgandan keyin mana shu apilkani ustiga solib, to'liq miqdorda yaxshilab solishimiz kerak buni. Apilkani ko'milish kerak. Ana shunda bu 7 kungacha bemalol saqlasa bo'ladi. Mana shu ildizlari to'liq yopilishi kerak. Endi hozir to'ldirib o'tirmadik, unga vaqtimiz ham yo'q. Mana shu tartibda 7 kungacha bemalol saqlasa bo'ladi. Endi ustini qarab turamiz. 7 kun ichida agar nami ketadigan bo'lsa, ozgina suv sepib qo'yamiz bunga. Keyin ustini mana shunday yopib qo'yamiz. Havo kirib turishi kerak ozgina. Juda ham qattiq yopib qo'ymaymiz. Mana shu tartibda bemalol saqlasa bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.